Xush kelibsizlar, mana to'rimiz sizlarniki. To'y qilyapmiz, mehmon bo'lib ketinglar. Pulni men topyapman, bola meniki. Manaqa to'y bo'ladi. Xohlasanglar mana bo'lmasam katta eshik, devor olmaydi. Men desa qarindosh urushiga uzilib qoladi unda deydi. Agar ma'siyat uchun qarindosh urushlik qilishlik kerak bo'lsa, buni uzish kerak. Araq qo'ymasang sen ziyofatingga kelmaymiz degan bo'lsa, yig'ishtirish kerak unga qarindoshlik. Erkaklar qo'yilgan rolni olinglar. Men aytgandaqa bo'ladi deylar. Chunki sizlar eshak emassizlar, pulni topib qiynalib, 6 oy, 7 oy, 1 yil Rossiyada ishlab kelib turib, 3 kunda sarfdan yana ketyapsizlar. Erkaklar qo'lga olinglar, solchilikni ham qo'lga olinglar, o'zingizlar hal qilinglar to'yni. Oson to'y qilish, oson. Payg'ambarimiz aytganlar, kim nikohni yengil qilsa, bas u zinoni og'ir qildi. Kim nikohni og'ir qilsa, bas u zinoni yengil qildi. Shuning uchun shunaqa bir jinnekatda urf-odatlarda, isroflarda o'ylab topib, to'yda, nikohda og'ir qilayotganlar qiyomat kunida javob berishadi. Va mana shu xotinlarda talabaga berayotgan erkaklar ham javob berishadi. Uylanolmay yuribdi bolalar, yosh palon yoshga borib. Qizlar, qarindoshlar